Aynan bu videoga ikkinchi kadrni tayyorlab olamiz. Bitta kadrimiz tayyor bo'lgandan keyin ikkinchi kadrni tayyorlab olamiz. Ikkinchi kadrda men kamera joyida qimirlamay turadi, harakatsiz turadi. Ayol 38 yoshda va u sof o'zbek tilida gapiradi. Bu yerga siz erkak kishini rasmini tayyorlayotgan bo'lsangiz agar erkak deb yozsangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa bola bo'lsa bola deb, o'g'il bola, qiz bola bu o'zgartirib yozishingiz mumkin. Yoshini ham yozasiz. Undan so'ng joy tashlanadi. U yerga aynan o'sha rasmdagi inson nima gap gapirishi yoziladigan joyi va undan keyin faqat ayol gapiradi. Ya'ni rasmda ikkita uchta odam bo'lishi mumkin. O'shaning uchun faqat ayol gapiradi deb yozish kerak. Ya'ni kim gapirishi kerak bo'lsa, o'shani yozish kerak. Faqat ayol gapiradi. Endi birinchi kadrimizda ayol sokin ohangda gapirayotgan edi. Ikkinchi kadrda men u jahl bilan baland ovozda gapiradi. Jahl bilan barmoqlarini musht qiladi deganman va video bitta kadrda tasvirga olinadi. Ya'ni u faqat bitta kadrda kamera qimirlamasdan rasmga olinadi. Matn, subtitr, orqa fonda musiqa yo'q deganman. Chunki bitta kadrda olish uchun. Agar siz xohlasangiz kamera oldi tomondan olib ayolni gapi tugaguncha yon tomoniga aylanadi deb ham qanaqadir o'zingiz rejissordek xuddiki o'zingizni tasavvur qilib tuzsangiz bo'ladi. Bu yerga yozish mumkin shunaqa narsalarni ham. Men endi unaqa yozmadim. Va buni nima qildim? Mana buni olgandan keyin, yozib olganimdan keyin kopirovat qilib oldim. Kopirovat qilib olganimdan so'ng aynan buni ChatGPT ga tarjima qilib ber deb yubordim. ChatGPT ga kirdim va buni mana ingliz tiliga o'gir. Mana menga ChatGPT ingliz tiliga o'girib berdi. Mana kopirovat qilib olaman. Mana bo'sh joyini ham tashlab ketdi. Aynan men qilib olganim uchun sizlarga mana ko'rsataman. Mana kopirovat qilganimni bu yerga yuboraman va bo'sh joyga yozganman. Mana bo'sh joyga ayol nima deyish kerak bo'lsa o'shani yozdim. Mana sen AI yordamida video qilishni o'rgandingmi? Tayyorlagan videolaringni guruhga yubor degan gapni yozdim. Va buni kopirovat qilib olaman. Mana kopirovat qilib olaman. Kopirovat qilib olganimdan so'ng aynan saytga kiraman. Mana video tayyorlagan saytimizga kiraman yordamida va tayyorlanganman. yana saytga kirganimdan so'ng mana shu plyuschani bosib rasm yuklayman. Ya'ni o'sha bor rasmdan foydalanmoqchiman. Bu yerdagi bor rasmdan foydalanayotganim uchun birinchi marta galereyadan tanlagandim. Ikkinchi marta xuddi o'sha rasmdan foydalanmoqchi bo'lsam, shuni o'zini tanlayman. Agarda yana galereyadan boshqa rasm tanlamoqchi bo'lsam, galereyadan tanlab olaman va aynan mana shu joyga promptni yozamiz. Hozir kopirovat qilgan promptni tashlaymiz va aynan yuborish tugmasi orqali yuboramiz. Biroz kutamiz. Hozir bizga tayyor qilib chiqarib beradi. Buni tayyor qilgandan keyin buni ham galereyaga sahranit qilib olamiz. Xuddi shunaqa yana gap davom etishini xohlasangiz, yana shunaqa kadrlarni yozib, ChatGPT orqali tarjima qildirib ingliz tiliga va uni aynan bo'sh joy o'rtasiga yozish rasmdagi inson nima deyish kerak bo'lsa, o'shani yozib, mana shu joyda yana xuddi hozirgi harakatlarimizni takrorlab video tayyorlab olishimiz mumkin. 8 sekunddan ortiq video tayyorlamaydi hech bir sun'iy intellekt. Hammasi 8 sekundlik video tayyorlaydi. Ularni oxirida ulab olamiz. Agar bizga uzun video kerak bo'ladigan bo'lsa, bularni tayyorlab bo'lganimizdan keyin bir-biriga ulaymiz. Endi bu videoni ham mana shu tugmani bosish orqali skachat qilib olamiz.
Mana. Undan so'ng mana buni bosamiz. Mana saqlanit ochishni bosamiz. Mana tayyor videomiz. Ulashish orqali biz buni galereyamizga tashlab olishimiz mumkin. Har ehtimolga qarshi, chunki saqlanib bo'lmay qolgan bo'lishi mumkin galereyaga, shuning uchun Telegramga yuboramiz. Mana yuborganimizdan keyin 3 ta nuqtachani bosib, aynan videoni mana yuklanmagan, mana endi yuklandi, galereyaga saqlash qilib saqlab olamiz va endi nima qilamiz? Endi davomini keyingi videoda tushuntirib o'taman sizga.